BMW avtomobili bilan Moskvich avtomobilini yer bilan osmonchalik farqi bo'lganidek, Roboclean plyusosi bilan ham oddiy plyusosning yer bilan osmonchalik farqi bor ekan. Men buni ko'rgach tushunib yetdim. Ushbu plyusos nimalarga qodirligini hozir sizlar bilan uyimizda bizani ko'zimizga ko'rinmaydigan mayda changlar bo'ladi. Plyusos bachokiga suv to'ldirib yoqib qo'ysanglar, bir zumda hamma changni o'ziga tortib oladi. Endi keyingi funksiyasiga o'tamiz. 3 xil turdagi aromatizatori bor ekan. Buni bachokidagi suvga tomizib qo'yar ekanmiz hamda uyimizdan shunaqangi zo'r hid taralib turar ekan, shunaqa ham yoqimli. Bu suyuqlikni solsak, uydagi mikroblarni, viruslarni o'ldirar ekan. Ayniqsa bu astmasi bor insonlarga juda ham foydali bo'ladi. Avtomobillarni pultdan boshqarish mumkin bo'lganidek, ushbu plyusosni ham pultdan hamma funksiyasini boshqarish mumkin. Ushbu plyusosni boshqarayotgan ayol o'zini xuddi BMW mashinasini boshqarayotgandek his qiladi. Endi keyingi funksiyasiga o'tamiz. Ushbu nasatkasi orqali gilamlarimizni yuvib joyida quritishimiz mumkin bo'ladi. Endi sizlarga gilam yuvish umuman muammo bo'lmaydi. Ushbu o'xshashlikni ko'rsatmasdan o'tib keta olmadim. Keyingi funksiyasi haqida gapirmoqchiman. Yumshoq mebellarni, stullarni joyida turgan holatda tozalab yuvib berar ekan. Eng zo'r tarafi foizsiz bo'lib to'lashga olishimiz mumkin bo'lar ekan hamda meni nomimdan murojaat qilsanglar ushbu qozon nabori sovg'a sifatida